mayli gapni qildi ekansiz. Dadamni loyiqlamikan? Dadam doktorxonada yetib qolgandi. Men yo'qlab boramag'ach birga uy yo'qlab borgandim. Do'konda ammam ishchi bor ekan. Dadam bilan u yil bir-biriga shunday yaqinchilik qilishib ketdi. Men ko'rib hayron qoldim. Bo'lmasa sizning aldirashligingizni bilib turib doktorxonaga kelamdim. Siz rost o'z ko'zingiz bilan ko'rdingizmi? Ishonmamsiz? Men rost o'z ko'zim bilan ko'rdim. Qarmoq u ayol dadamdan xeyli yoshdak qildi. Dadamdan xeyli kichikka, yosh ayolga chiroyli. Voy aka. Hay. Yeşim bir yak bağandı. Bana ne boptu kemdi? Voy qo'shnilarning hammasi-chu Oyshaning umda ayolligini biladi. Qayergan bir-birlarga hamroh bo'lmamsizlar. Voy bolalaringni deb to'y qilib chiqasiz, o'zing yolg'iz qolamsan-da. Men qirg'anda qir tatliq deb hamda haqning kulgisiga qolaman. Voy aka, qayerganda qaytib o'ylandigan yolg'iz senlimidin? Ben sana çaqchaq qilmadim. Bu gapni dema bo'ldi. Aka. Voy samuş bolalarını bakman deb pek çapatatding. Voy bu qağa ömrüngde bo'lsa-mu rahatrak o'tmamsa? Kam. Bu bir putum go'ga sangilganda o'lniman deb o'tiramdim. Ballarni ishini qizil qo'yaman. Sen bilmassan o'tiraver. Men o'zim bag'u Ayshaning uyiga elchilikka kirib baqay. Bo'ldi. Bu gapni dema. Bo'lmasa men chiqib ketaman, Juma. Bo'ldi, men chiqib ketdim. Ay aka. Hey aka. Voy, shundan qilsam mundaq qilganda. Aka. Bo'ldi, men ishimga ketdim. Shuncha yoshgacha ish qilmagan. Direktor, keldingizmi? Ishxonada mehmon bor. Sekiz yıl bunu sizin taşlap ketken adam ya ben bulmuşsam. Neymiş ki bana bundak mamur kılsız? Nima? Benim ondan zaten nerim kam. Ha? Okuş tarihim mu ya kostüm giysem onunla kilişken görünmem diken mi? Direktor. Neymiş ki benim teklifimle red koysuz? Direktor gapingizni faqatla tushunamadim. Siz kimsizni boshqalar bilan silishtiribdi? 8 yıl burun sizin taşlap ketken o ablak sizin jigitiniz şundak mı? Direktor. Boshqalarning o'tmishini xohlagancha baholama. Undaq adam kişini bizar kıldı. Onun er kişi emas, adam buluşkumu salayıcı toşmaydı. Direktor, bu sizning... Doğru. Emiş tüydü. En yakınısınızın burada. Yaxshimisiz, Alim aka? Yaxshimisiz. Voy, advokat ukam kelibdi-ku. Qandaroq ahvolingiz yaxshimi? Ahvolingiz yaxshimi aka? O'nlab turdingizmi? Uydagilar yaxshimi? Yaxshi, uydagilar yaxshi. So'qmoq kelibsiz-da? So'qmoq aql keldi. Mana hozir. Uydagilar bak omroq chiqib qoldi bu so'qmoqlaringizga. Shundaymi? Ajab yaxshi bo'pti. Bugun yangi chiqargandim. O'tgan kira berman bu, ha? Mayli. Xizmatlar qanday aka? Xizmatlar bo'ladi aka. Bak arz ishlarmi chiq emas. Yomon emas, ketib bordi-ku. Odamlar yaxshi ketyapti. Shu. Mana. 30 qo'ylik deb.
Mana aka. Pul olib qo'ydim. Ya, olmasangiz bo'lmaydi. Ha, ma'qul. Ma'qul aka. Ha, ma'qul. Sudingiz barakatli bo'lsin. Rahmat, ukam, rahmat. Shu o'z keling. Ma'qul aka, ma'qul. Nima? Dadamning loyig'i bormi-ku? Bernar o'z ko'z bilan ko'ribdi. Kimga? Do'kon qo'shnilar ekan-ku, quruq yuz do'kon ochildi deydi. Oyshamada? Ay, u ayolga dadamning xilin yosh-ku. Shundigina. Endi dadam to'y qilaman deb qopsa, voy qanday qilay? Voy, yo'q. Menimcha u ayol dadamning kayni kirib olgan gap. Bo'lmasa dadam Qandoq mumkin bo'lsin, acha? Menimcha ayolning dadamdan pulini ko'z tutgan bo'lishi mumkin. Voy aka, tuzuk gap qilay. Dadamizdan nereden pul bo'lsin? do'kon bilan uy-joy. Nima? Ay, bo'ldi, bu gaplarni deyishmayli. Ay, dadamning loyiqi. Acha, bo'l qila. Dadamning nereden loyiqi bo'lsin? Dadamning nazarida opamni bojimi? Boshqa birlar to'y qilaman desa, men hargiz qo'shilmayman. Shunday vaqtda dadamga bu ayol nima so'rab qolgandi? Ay, balkim dadam g'ayrib sinib qolgandi. Uning ustiga o ayol yosh ham bek chiroyli ekan. Ma yengemni. Voy yenge tuzuk gap qilma. Dadam hargiz undoq odam emas shumi? Desam, nima qanday qilmas? Dadamdan bevosita so'rab boqamdiq ya. Yo'q, oldirmayli. Bu ayolning haqiqiy maqsadini bilish eng muhim. Agar haqiqatan dadamni yaxshi ko'rib yaqinlashdimi yoki boshqa bir maqsadda yaqinlashdimi, buni bilgandan keyin andin bir nima deydi. Qanday? Opamning deyishicha, pul uchun deydi. Bo'lmasa qayerdan nimasi yaxshi, shu pul. Ha, yo'q, men dadamni qayerda demoqchi emasman. Men qayrganda dadamni kim? Voyjon. Gapimdan bo'ldi. Gap qilmay jim o'tirma. Bo'ldilar. Bevosita dadamdan so'raylik bo'ldi. Shu kunga qaytma ishlar ketdi. Bundan berib kiyim almashtirib keling. Men shirkatga berib, ruxsat so'ray. Men bu oshxonadan ruxsat so'ray. Birgamdekin uyni oldida ko'rishimiz. Endi qanday qilsak bo'lar? Qislat ocham, Qaynacham dadamning o'zidan so'rab boqayli deydi. So'rag'an rost gap qilamda. Bu uydagi och inlachi bek sodiq. Aras, Jasur qayerda? Jasur? Voy, apa. Keling. Axna yaxshi bola. O'tirma. Siz o'tirma. Bardan ansam, sen ansirab etibsiz. Yo'q. Shu odam ahvol qarab bir taraf qilaylik deydi. Yo'q, bo'lmayman emas. Men shu qudamdan ansirab shunaq davatdim. Filiq ayol pilalab bo'lib maqsadga yaqinlashgan bo'lsa, aldirab ayrilmaydi. Bunda usul bilan pulni aldab ketganlar bek ko'p. Hozircha aldirab bir odamga ishongan joy emas bu. Shu apa. Bo'lmasa, mush fursatdan foydalanib, dadangizning shu qo'ldagi ko'chma mulkni sizlar och inla namonaga yo'tkib olinglar. Nima? Sizlar namonaga yo'tkib olgandan keyin ondan xotirjam bo'lib bo'ldi. Dadangizga uy ijarət berib, har oyda turmush xarajati bersangiz bo'ldi emasmi? Yo'q, apa. Bunda qilsak yaxshi bo'lmaydi. Yaxshi qilman deb, dadangizning shu ozgina mulkini aldamchiga berib qo'yishning oldini olish kerak. Siz degan o'g'ilning cho'ngi. Qarindoshlarınızın mülkünü qoğlaş məcburiyetingiz var emasmi? Men shu qarang. Xudomni oldin qolmasin deb ansirab bu gaplarni sizga tavakkal qilaman. Ishchiga yoqtirmamsiz? Yo'q, yoqtirma. Mening o'sh narsam yo'q, acha. Voy, nima bo'ldingiz? Nima bu? Limosi. Asal selishni unutib ketibdim menda. Bek ochiq chichiq bo'lib ketibdimi? Yo'q. Hech qisi yo'q.
Başqalardan anlasam, şu limon suyunu ilman su aralashtirib davomli ichib versa salomatlikka bek yaxshi deydi. Shuni Ha, shu bu yaxshi bo'pti. Balkim men davomli ichib to'ymagachga. Ayşem, Ha. qiyinchiligi bor bolalarga yordam qilyapti deydi rasmi. Siz mi anlab qapsiz ha? Ha? Şu bir necha qiyinchiligi va bolalarga sumka, daftar qalam, ancha-muncha kiyim-kechak bir narsalarni olib berib edim. Tilga og'irchiligi yo'q. Ishlar bu. Tilga og'irchiligi yo'q bo'lamdi. Yaxshilik degan cho'ng kichik bo'lmaydi emasmi? Qarasiz bir ayol kishi turib g'ayrat qilibsiz. Men shunchalik ishni uqmabdiman qarang. Ha, rasmanda qilaylik. Bu yaxshiligingizga meni bu sherik qilib oling. Az bo'lsin azroq ko'nglimni ifodalay, ha? Voy, bek yaxshi bo'ldi. Men mahaldagilarga bu tashviq qilay. Bir necha odam qo'shilib qolsa, chiqroq bolalarning qiyinchiligi hal bo'lib qolsa, ajab emas, ha? Voy, rahmat, qo'shnim, rahmat. Bu gapingizni bolalar anglaydigan bo'lsa, toza xo'shib ketadigan bo'ldi-da. Ya. Bolalar buni deb tushunmang. Ya bir cho'ng sho'msa. Buni qanday qilgan bo'lsangiz, shunaqa qilavering, ha? Ma'qul. İçeri. Ketdim apa. Oy. Pek yiyip gittim Cuma apa. Oycan. Baba tügülmekmişi. Aslanı tokmaydan bok gitdi. Sen toz yiyip gittin ha. Oycan. Sen Oy lekin şu akamga ağan köynek. Akam küçük kalmasa. Şu esrep metre balam. Ya çok demeydi. Yaxtacab yaxshigina buni. Oy şu canım balam. Akamga bir heytdi yumşak. Yem keyse. Hekolu hoşup kalandı ki deymen o. Onun pek yaxshi Cuma apasını. Dey balam. Ha. Hem nimtamak itip yesek bola. Onun süt fan saldığa iş var. Hey apa, çöp itip yeyli. Çöp. Ras. Çöp itip yemegili xeyli uzak bo'lgan. Qopamsa qolma qol itip. Hey apa. Apa işte bu işte. Bu işte apa. Bu işte. Tohum. Oy nim bo'pti? Oy qara. Şu Ayşem akamның dükkanına kirib, şu parangni ishib o'tiribdi-ku. Bu Ayşemedan tag'am najab yo'qlaydigan bo'lib qoldi. Aha, ishqisining o'tirsida issiq uy topgan bo'lgandi. Undaq bo'lsa nim bo'pti? Ha? Apa, Ayşemedan tag'amdan kichikmi ya? Oy, kichik olsun, cho'ng olsun. Ay, ularning taqdiri sening ona nima ishi bor? Ay, menga kir tamoq yedi. Bula, mana. Oy. Ayircampning qutisi o'zgardi. Yengisi texmi qaltis. Ishchimlikning chempioni Ayircamp. Qalğaç markalı sopun paraşuki vətən erkin çıxırırsın. Vay neminang? Qırnan. Qalğaç markalı sopun paraşuki. Mən Dilkan Xalqara Sozçek şirketi tajdorligini olgan Ot Arzusi filmidagi Polat direktor. Dilkan sizlarga nima tayyorlagandi? U zodi nimidi? U zodi nima tayyorlagandi? Diqqatingiz ekranda bo'lsin. Ha, keldingmi? Ada. Edik gaplarga men faqat sharmidim. Yengam xato tushunib qolmagandi, ha? Balkim. Shu xato tushunib qoldikmi, qolmadikmi, aniqlik qilmadik-ku. Lekin rost shunday qolsa, ish qilib men qo'shilmay majmuacha. Do'stimni olib set turdi. Xislat, Qaysar. Ha, bu yerda turibsizlar-ku? Dadamchi? Do'konda-ku. Oshmadam bilan parangiz qilib qolgan. Nima? Raskanda. Hey. Acha. Hey, Xislat, Qaysar. Bir ish bo'ldimi? Bo'lgandi bularga? Başqa narsaga po'atammisanmi? O'zim ishlagan so'qmoq haqiqatan yaxshi. Ya, rahmat. Mau yiliq narsa.
Ben kirib ketdim sizlar rahmat. Ha. Balları bu yer turupsizlar go. Gap qilmamsizlar? Dada, uy kira. Sen bilan deyishgan gap bor. Bey. Nima? Dadam yana shu ayoldan turibdimi? Bildim. Saqlab tur. Men borman. Ballarım, jim o'tirib ketdinglar. Gap qilmamsizlar? Dada. Çoğup qalğanda unda qilib jursanglar. Mahaldagilarning oldida sat emasmi? Men nima ish qilib yuribdim, qizim? Shu dada sen to'y qilmoqchimi? Nima? Hey, Qaysar. Sen nima demoqchi? Dada. Bugun nimani o'ylagan bo'lsang, davagina bo'ldi. Biz anglaylik. Vay balam, men uni sizga demasam bilasiz-ku. Ha, qo'shni do'kondagi ayol. Yetqi lozim bo'ladi deb so'qmoqqa kiribdi-ki, pul epshursam sat emasmi? Badim. Qo'shna deb qo'y. Billa choy ichib, so'qmoq so'q qilib, yo'q u ayol pul beryapsa, yaqindan beri aloqangni xeyli qo'yib qolding, dada. Men o ayolga pul bermedim. Ay dada. Hey, bu Ayşem bir neçe yetim balalarning kiyim kechkini, daftar qalamini, so'mkalarini haptiribdi. O yaxshi bo'pti deb qo'llab bir necha 100 pul berib qo'ydim shu. Undaq deyting bo'lsa o'zing aytsan bo'ladi dada. Men ya o balalarni tonimasam, ya aloqam bo'lmasa, uni ustiga bozorga chiqib o'tiradigan mening vaqtim bormi, Qaysarjon? Sizlarza o ayoldan qizg'inib o'tibsizlar-da. Voy dada, bu degandek muhim ish. Astoydil bo'g'na. Uy, rostmi muhim ish? Dadanglar o'larsa bo'lmanda. Ha? Voy, u ayolchi pek o'ptan ayol. Voy, qancha baldur uyga kelin qilib akirvasak yaxshi bo'ladi. Voy, sizlar dadanglarni baldurroq o'larsa ekan deydigansizlar. Shundoq bo'lgan bo'lsa, pek yaxshi bo'ldi, apa. Bo'ldi. Bu bizning o'ynashi. Farizat hamma sizlar aralashmanglar bo'ldi, ya. O'zimiz deyishaylik. Ey, nimishga aralashmoqdakmiz? Akam sizlarga dada bo'lgan bilan, mang'chu hem aka hem dada. Akam sizlarni boqchi bo'shcha patatdimi? Ma qiyirgan vaqtida sizlar cho'ng bo'lib, yana o'zi yolg'iz qoldi. Oxirgi umrida boshqa birsini tepib, billa o'tay desa, buning nari yomon bo'pti. Mush ishqim sizlar aralashib olamsizlar? Shu emasmi? Bu ishni-chu avval tabriklashinglar kerak, sizlar. Navada hammam agtigima degan bo'lsmishlar diyalanting Farizat. Nima? Ha? Mening opa? Ha. Opa, sening loyiqing bormi? İşte ne qolayliqan gapni qildi ekansan. Ay, Xisat, sen gap so'zingga diqqat qilay. Voyjon, ish qilib, dadamning endi opamni bosh ayol bo'lishini men qat'iy xohlamayman. Uning ustiga bu ayol yosh. Nima maqsadi bor, nima sababdan yaqinlashdi? Men bu ishdan sal gumonlanib qoldim. Voy. Ayşemchi obdan ayol. Uning ustiga do'kuni va iqtisod ahvoli yaxshi. Buni sizlar ko'rib turibsizlar. Nimalarni o'ylab ketdinglar-ki sizlar tam? Ishqilib, men dadamning u ayol bilan to'y qilishiga qat'iy qarshi. Men qat'iy qarshi. Bildim balalarım. Bildim.
sizlarning nima o'ylayotganlarini, nimadan ansirayotganlarini men cho'nqur bildim. Ansirmanglar. Qat'iy unda ish bo'lmaydi. Rasma. Dada, Rasma. Bolam, nimalarni o'ylab ketdinglar? Bir xotirjam bo'linglar. Ha. Parvar. Men chiqyapman. Acha, biz mushtal bo'lib qoldik. Hozirgi zamonning bolaları nem degülek endi? Ha? Voy sizlar faqat o'zinglarni o'ylamsizlar? Nima degan shaxsiyatchisizlar? Hey! Dadamdan o'ylab baxmamsizlar? Mush yerda yolg'iz yashsi bulamda. Qerib, o'lib ketkicha, mush yerda miski bo'lib qoldi. Aman! Indaga qilsa, dadam cho'qim yosh kirdi. Lekin sizlar dadamni o'ylaymiz degan bilan opam ko'z oldim keldi-ku. Voy baldiqlar. Dada, sen mavidi yalğız, ha qijinib qaldın, sana bir hemrah gerek, sen öylep qo'yayli deyishni bilmegen ha qalsın. Tek onu tosuşunu görey. Ay, ertegen sizlerimi toy qilib öy uçağıp bo'lib ketsanglar, dadanglar şöyle yalğız o'qishdek yaşamda. Nima degan shaxsiyatchi bolalar sizlar? Nima degan shaxsiyatchi? Isir. Ay, bu dünyada faqat sizlarni bormi? Ha, qancha bo'lib ketsinmi? Ha? Ma hech kelayotgankin dadamning ko'ngli ayassanmamdi. Dadamning ko'nglini aramda qo'yishmaganlar. Voy bopasizlar. Voy qilibsizlar. Of. Endi qanaqa qilamiz? Nimani qanaqa qilamiz? Bayatin dadam dedi-ku, unda ish yo'q deb. Ahvolga qarab boqamiz, qanaqa qilib. Hay, lekin-chu men Oysha odamningda turqi qarsam, oq ko'ngligi, muloyimligi chiqib turdi-ku. Odatga ayol emas-chu. Bo'ldi qilamsa sen bo'lsangmi? Cesurga telefon qilmadingmi? Qilmay qolamdan. Nima ish kelmaydimsa? Uning hozir ayrim uyi bor. Bu uydan imkoni yo'q uning. Gap so'zingga diqqat qil. U nima demgan bilasizlar akang? Of. Do'konda taqdiq. Dada bu men. Voy, Jasur bolam. Keldingmi? Ha. Tomoq yemagansa darhol uyga kirib tomoq yeb, hozir chiqma. Tomoq yeb bo'ldim. Ha, mana hozir. Dada sana deydigan bir gap bordi. Paramasa qopdiki. Ha, ma'qul. Ha, kel. Yigitni tayyorlab kutib qolganda. Nima tayyorlab ketib deysan? Ammo bir songiz soladi. Ha, men mo'min bilan chiqib bir qo'ya olsak bo'ladi shu. Yaxshi bo'pti. Ha, nimaga bo'lyapti bular? Anlasam loyiq deb bo'lsa. Yo'qolan gapni sen nereden anlagansan? Vacham shundoq deb yurdi, Qaysar shundoq deb yurdi. Bu yo'q gapni davr rostga chiqarib atmanglar bilan. Dadasining nima o'ylayotganini bek bilib boqqanda. Men nima o'ylaydim? Bu Ayshani obdan ayol. Bu qo'shni qo'lim bo'lgandan ancha-muncha osh tomoq sunishib qo'ydik shu. Navoda Ayshamadan haqiqatan sen degandek yaxshi ayol bo'lib qolsa, pulingni qilma qo'shilma. Uning ustiga sen bizni boqaman deb bir umr javob tortdinglar. Ya biz sening oldindan xabar ololmay, sen zal g'ayribsin qolding. Endi men cho'ng o'g'il bo'lish suhbatim bilan nasib qo'llayman. Jasur. Endi bir gap desam boshqacha o'ylab qolma. Sening nomingdagi bu uy bilan do'konni biz uchaylar nomiga yetkazib ketaylik.
Gözün tolgan bilen yaşa, gözün tolgan bilen yaşa. Gelip kelgeymi ketkenler, işin urgan bilen taşka, işin urgan bilen taşka. Sağım şunda köyünü diken bu bala. Vakti toyunu kısan mı bu? Açığın yanmak ha. Yakay asa. Hazır çıkıp oturtunuz mu? Makın belam. Ben ölüp kessem mi sen bu öyden bir kadem ayrılmaysın. Vay can bu ne dada? Öyle bir anlaşmayı ne bulmuşlar? Oturun ha. Bulmasa naştınızda kıpla. Of dada kuskum aşmıdı. Limanda pişimi sıksa. Vay dada! Limanda edepsizlik kılırsın. Sıkıldım lan. Vay aca! Hayat başka, yaşaş başka. Nime demeydi her Kabak yedin mi? İşten düştün mü? Kurdun mu degenden başka neymiş berelidin? Ben bu toyunu kıldım. Bu eğer jükle kandak sana yükleyeleyim bulam. Dayım akam kılyan basa. Akamның to'g'ri. Qanday bo'lsa men sizdan balang qo'y. Burada. Ayya. Oğlan mı yıkılamdı? Ha? Agar bu uy satsanglar, men uyga chiqdiman. Dada, kulkamlar o'ldiras bizga yuramsa? Dadanın aldı bir xalq pul tashlab bersanlarmi? Yana shu so'qmoq deb yashaydi. Jasur. Baba gözünüzü açın ha. Abba! Gözüm koymaz, gönül kanmaz. Bana arman yürük dünya, bana arman yürük dünya. Bana arman yürük dünya. Ömür damamı yetkeyimiz, yükselen yaşaşma. Yükselen yaşaşma. Ömür davam yetkeyimiz, yükselen yaşaşma. İnaklık gevheri kaldı, kız bağımı asraşka. İnaklık gevheri kaldı, kız bağımı asraşka. Yandaşlar mı asraşka. Minnettar bol körgen her bir günündün. Rencişler dilimdin, kapalmasın cay. Cilger gülnüm, tikini birge. Güzel bu yüzüde dal bulsun o ay. Cilger gülnüm, tikini birge. Güzel dur yüzüne dal bulsun o ay. Kısmetler hemmige okşaşta kiyin özgermez hakikat hayat rahmamış
Qismatlar hammaga o'xshashla qiyin, hech kimga e'tibor qilmagan hayot. Qanoat baxtdir, baxt qanoat. Esingdan ketmasin shu oddiy savol. Qismatlar hammaga o'xshashla qiyin, hech kimga e'tibor qilmagan hayot. Qanoat baxtdir, baxt qanoat. Esingdan ketmasin shu oddiy savol. Esingdan ketmasin shu oddiy savol.